Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sidaqacı Roza, Washington'dan sözdeyimiz bugün çizlağa. 2021 yılı 12. ayının 12. günü. Bugünkü vaziyetim paran assak vatandaş, yana yete devlet görevinin taşqi işler ministerleri yığını Angliyada çağırıldı. Bu yığında qaralğan asaslıq məsələlər Uyğur kişilik hüquq məsələsi. Şundaqla cüngoğu münasibətlik məsələ qaraldı vətəndaşım. Bugün sizlərə şunu dəvr qılğan halda ondan keyin London Uyğur tribunal elan qılğan bir parça yeni axbarat yoki yeni hüccət doğrusu da vatandaşlara leksiya sözleyimiz. Bugünkü mavzumunda hürmetli vatandaş. Mikrofonu içtim, Xudoga şükür. Bugünkü mavzumunda hürmetli vatandaş. Taraqqiy qilgan 7 davlat guruhining tashqi ishlar ministrlari yig'in ochdi. Rossiya va Ukraina chegara vaziyatiga va Jungoning kishilik huquq xotirasini nuqtaliq muhokama qildi. Mavzuli xabar 12 ayning 11 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Sanoatlashgan 7 davlat tashkiloti tashqi ishlar ministrlari shanba kuni, ya'ni 12 ayning 11 kuni Angliyaning g'arbidagi Lvov shahrida yig'in ochdi. İngilizce berilmebdi, shaharning ismi Xitoycha ekan, men ahang bo'yicha oldim. Yig'in qatnashchilar Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishiga qarshi turish va Jungoning kishilik huquqni dafsanda qilishiga qarshi turish qatorliq masalalarda o'rtaq tonishga kelib birlikshab hosil qildi. Bu qatimqi yig'in Angliya diplomatiya va taraqqiyot ministri Liz Truss xonim sohibxon bo'lib riyosatchilik qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken hamda Fransiya, Italiya, Germaniya, Yaponiya va Kanadaning tashqi ishlar ministrlari bu yig'inga qatnashdi. Yig'in ochilgan payt Rossiya Ukraina chegarasiga askar to'plab Ukraina hujum qilish oldida turgan bir paytga to'g'ri keldi. Garchi Moskva tajovuzchilik niyatini adab inkor qilsin, Rossiyaning Ukraina hujum qo'zg'ash mumkinligi tabiiy holda bu qatimqi yig'in muhokama qiladigan asosli mavzuga aylandi. Reuters agentligi bundaq ko'rsatdi. Angliya tashqi ishlar ministri Liz Truss shanba kuni yig'in rasmiy ochilishdan burun juma kuni Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan bir qatimliq suhbat o'tkazdi. Shuningdek, Angliya tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bir parcha bayonotda mundaq ko'rsatildi. Amerika Angliya tashqi ishlar ministrlari Rossiyaning Ukraina chegarasiga askar to'playotganligiga qattiq diqqat qildi. Angliya tashqi ishlar ministri Liz Truss 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlarining shanba kundagi yig'inida mundaq ko'rsatdi. Biz birdak ittifoqlashib erkinlikni taraytmoqchi bo'layotgan tajovuzchilarga qarshi turishimiz kerak. 7 davlat guruhi yig'in Ukraina masalasidan boshqa 7 davlat guruhi ministrlar, tashqi ishlar ministrlari yig'ini Ukraina masalasidan boshqa Jungoda kishilik huquq masalasi va Jungo fan texnikasi paydo qilgan bexatarlik masalasiga qattiq ko'ngil bo'ldi. Liz Truss mundaq ko'rsatdi. Angliya tashqi ishlar ministri G'arb dunyosi o'ylanadigan vaqt allaqachon o'tib ketdi.
Hazır başka bir ideologiyalik Hristiyan xateriga duch keldi. Birinchi Yevropa Rossiyaning tabiiy gaziga haddidan ziyoda tayinib qoldi. İkinci, yana biri Cunguning fan texnikasi nihoyatda keng doiralik bexatarlik tahdidi paydo qildi. Liz Truss, Angliya tashqi ishlar ministri, Yevropa ittifoqi Amerika Angliya yig'inida Cunguning bir yo'l bir belbog' siyosati bilan qarshilashadigan va uning o'rniga qo'yadigan bir planni o'tirg'a qo'ydi deb ko'rsatdi. Angliya bexatarlik va iqtisod bo'yicha buni qo'llaydi dedi Angliyaning tashqi ishlar ministri Liz Truss.